ma'lum, bu Matiz motor yevro bo'ladi. Bu avtomat korobka. Avtomat korobkasi noyob narsa. Mana shu narsadan kimga kerak bo'lsa agar avtomat, bu motor. Kimga korobkasi qiziq bo'lsa, kimga motori qiziq bo'lsa, отдельно qilib ham beramiz. Mana bu Matiz motorning prostoy korobkasi. Bu ham yevro bo'ladi. Datchiklik bo'ladi bu. Ana datchiklik. Kimga shu korobkasi ham kerak bo'lsa, отдельно yechib beramiz. Motor отдельно. Bongo haydaydigan, porter haydaydigan akalarga, salarkalik motordan charchagan akalarga men buni tavsiya beraman. Mana bu motor, mana zubori korobkasi bilan birga. Holati juda ham zo'r. Ishlari ham juda ham tiniq turibdi. Kimga shulardan qiziq bo'lsa, murojaat qilinglar. Shu zubori holatiga qo'ysalaringiz, shu salarkalik motordan charchagan akalar mana buni qo'ysa qutuladi.